erga tegach hammasiga erishasan degan qoida sizga singdirilgani uchun ham siz mas'uliyatni ola olmaysiz. Xiyonatga uchraydigan, oilasiga uchinchi shaxslar aralashadigan asosiy ayollar toifasi bu bo'yniga mas'uliyatni olmaydigan, ulg'aymagan, javobgarlik olmaydigan insonlar. Bir e'tibor bering, aksar holatda erkaklar ko'chadan topadigan o'sha ayollarini nimani ko'radi bilasizmi? Xushchaqchaq, o'zida ishlashlik, o'zida ishonchlik, ya'ni o'ziga ishonadi, hissiyotlarini vaqtida yashaydi, mas'uliyatini oladi va o'zini baxtli qilishga faqat o'zi birinchi javobgar ekanligini his qiladi. Aynan mana shu narsani siz eringiz qidiradi. Sizda topa olmagach, uni nazarda siz xuddiki yosh boladek tuyuladi va u ko'chaga yugurib, aynan mana shu hislarga ega ayollarni va ayollar bilan munosabatlar qurishni boshlaydi. Lekin bitta gap aytaman. Xiyonat hech kimga garantiya berilmagan. Dunyodagi eng chiroyli, eng boy, eng zo'r figural ayollarga ham xiyonat qilingan. Erim xiyonat qilmasmikin deya panik ataka holatga kelib qo'rquvga tushmang. Naborat siz qanchalik mikin deb o'ylaysiz, shunchalik o'zingizga tortib olasiz. Psixologiya qoidalari bor. Biz nimani ko'p o'ylasak, o'shani ko'proq tortib olamiz. Demak, o'zingiz ustingizda ishlang, samarqandingizni oshiring, albatta eringizni seving. Lekin jamiyatda, oilada eringizni oldida o'rningiz bo'lsin. Hattoki mana shu buyumni ham oldimda o'rni bor. Lekin sizchi? Eringiz oldida o'rningiz bormi? Chunki siz o'zingiz oldingizda o'rningiz yo'q. Qachon siz o'zingiz oldingizda o'rningiz bo'lsa, ishonchingiz bo'lsa, bir qandaydir qobiliyatingizni kasbingiz ustidan o'sha daromadingiz ega bo'lsangiz, faoliyatingizga ega bo'lsangiz, bolalaringizga qarasangiz, oldingizga bir necha maqsadlar qo'ygan bo'lsangiz, ishoning, sizdagi ayoldan eringiz keta olmaydi. Chunki o'ziga qiziqarli bo'lgan ayol eriga ham qiziqarli bo'ladi. Demak, erim xiyonat qilmasmikin deb o'zingiz yeyishdan foyda yo'q. Yaxshisi o'zingizdan topib oling, ilm oling. Qanday qilib, nima qiling, nimadan boshlaydi deyapsiz, meni kuzatib boring. Hoziroq menga obuna bo'ling. Eri takroriy xiyonat qiladigan dugonangizga bu videoni albatta yuborib qo'ying. U ham siqilib, yig'lab yoki qandaydir nomaqbul ishlar qilib folbillaga borishdan foyda yo'q. Toki o'zingizni o'zgartirmas ekansiz, o'zingizga bo'lgan ishonchni o'zgartirmas ekansiz, energiyangiz ustida ishlamas ekansiz, sizni nafaqat eringiz, jamiyat ham qadrsizlantirishda davom etaveradi. Va albatta bu video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, izohlarda video borasida fikringizni qoldirib, aynan keyingi videoni qaysi mavzuda qilishimizni istaysiz, buni ham yozib qoldiring. Izohlarni albatta birma-bir o'qiyman. Hozircha xayrlashaman.